Murojaat uchun telefon 55 kodi bilan 526 00. Assalomu alaykum hurmatli birodarlar, yaxshimisizlar? 2026-yil 2-mart kuni video obzor qilaman. Like, podpiskani unutmanglar aziz birodarlar. Boshladik. Yashil Bolgar 40 ming so'm, akalar. Xo'sh, Baqqalajon, Boyimjon nech pul dedingiz? 25 ming so'm. Xo'sh, Boyim Bolgar, qizil Bolgar Xitoyniki 70 ming so'm oxiri. Achiq qalampir nech pul? 90 bilan qilib beradilar. Kelinglar. Samarqand Yangi bozor qarshi kurukka. Xo'sh, qizil Bolgar 60 ming so'm. Chesnok 20 ming so'm. Achiq qalampir 60 ming so'm 1 kilosi. Xo'sh, Mesni limon 38 ming so'm aytilishi. 38 ming so'm. Xo'sh, mana bu 37 ming so'm, mana bu 36 ming so'm akalar. O'zimiz Mesni limonlar. Kelaverasizlar, Yangi bozor qarshi kuruk. Har kun bozor bo'ladi. 38 mingdan aytilishi. Kelishasizlar. Xo'sh, mana akalar, Mesni limon salafanga 38 ming so'm 1 kilosi. 38 ming so'm 1 kilosi. Kelaverasizlar, Yangi bozor qarshi kuruk, Yangi bozorga. Voy badeni limonamda. Apelsinimni. Limon Turkiyaniki bo'lishi 30 ming so'm. Samarqand Yangi bozor qarshi kuruk. Kelinlar, dam oladigan kuni yo'q. 7 kun ishlaydi, 7 dan 7 gacha. Sog' bo'linglar, like ni unutmanglar. Mana shuni ko'rsanglar, bilinglarki, tez yordam kelyapti. Ushbu ko'chma do'konimiz hamma hududlarda tashkil etilgan. Mana bu tarafida eshigi bor, ichida doimiy mijozlar uchun dorisi bor. Manzili uzoq joylarda transport vositalari yo'q fermerlarga yetkazib berish xizmatini ham qilamiz, joyida savdo ham qilinadi. Hojiboy Tojiboyev tushga ketishda uyma yuradigan bo'lib qoldi dedi-yu, ikkita respublikada xizmat ko'rsatganda. Buni qaranglar. Uyma uy kerak bo'lsa, hozirgi aytganingiz bu dastlabkada bu aka, olib borib xizmatni olib borib beryapti. Katta shaharga bor, gaz o'chib qoldi, gaz bermaydi, benzin yo'q, tok yo'q, unaqa qarang buni qanaqa bir qiymat yaratildi. Ko'chma do'kon, ko'chma maslahat markazi, hammasi maslahat ham bor-ku, to'g'rimi? Xuddi shunday. Xolasi sotib olsin, to'g'ridan-to'g'ri onlayn maslahat olsa bo'ladi. Dastlabkasi 3 v 1. Bu yerda chorvaniki ham qo'yiladi, veterinariya ham bo'ladi. Chorva ham bo'ladi. Chorvaniki ham bor. Kelajakda xudo xolasa hammasi bo'ladi. O'rtoqlar, bugun bahona qolmabdi. Oldinglarda o'tib qolsa eslab qolinglar. Mabetki korxonasiniki. Mana shuni ko'rsanglar, bilinglarki, tez yordam kelyapti. Odamlarga tez yordamni mana formatini Mabetki korxonasi birinchilardan bo'lib respublikada ishlab chiqargan. Kerak bo'lsa uyga borib, molni shu oyog'i bir narsa bo'lib yerga yiqilguncha tirgagichini olib borib berishadi. Ishoninglar bularda. Hasharot bosib hali yeyishga ulgurmasdan hammasi yetib boradi. Maslahati bilan mana shunaqa preparatlarni chiqardik. Pashshalarga sepiladiganini. O'sha brend bo'lib ketdi hozir. Korobkasini ko'rsa pashshalar o'zini o'ldirib yuboryapti. Juda xursandmiz. Jamoani qaranglar. Davom etamiz o'rtoqlar. Xo'sh, Pinkleri 14 ming so'm 1 kilosi. Severenka nech pul? Gransmet chorda. Gransmet 14 ming bu ham. Kelaveramiz, Samarqand qarshi kuruk Yangi bozorga. Pinkleri zo'r olma. Suvi dahshat ichiga. Xo'sh, mayda anor sredni 12 ming so'm. Mana bu ko'rib turganingiz Qashqadaryo Varganza 1 kilosi 18 ming so'mdan. Kelinglar, chaqon-chaqon anor dahshat ekan. Xo'sh, akalar, Golden 18 ming so'mdan. Bu kalibri kattaroq. Shaxmat. Bu nech pul dedi? 15 ming so'm. Kelaveringlar. Samarqand qarshi kuruk Yangi bozor. Naqshada 18 ming so'mdan, mana bu 15 ming so'm. Mesni o'zimizniki. Xo'sh, mana bu sredni anor 1 kilosi 12 mingdan. Mana shu ko'rib turganingiz Sheydobod anor. Ko'rib turganingiz 12 mingdan. Kelaveringlar, chaqon-chaqon. Xo'sh, Semerenka, Olma, Farg'ona 1 kilosi 12 mingdan. Muzlatkichi aka? Vakuum.
Bo'ldi, tushunarli. Vakuumni bilasizlar, saqlashi ham dahshat. Nomer. Kelinglar, Samarqand qarshi quruq yangi bozor. Vakuum. Shunaqa. Xo'sh, Qashqadaryo. Uzun muzlatgichniki toyfi 1 kilosi 8,5 deyapsiz, ha? Yana kelishadilar. Kelinglar Samarqand qarshi quruq yangi bozorga. 012 Isuzu. 012 ga kelinglar mana. Dahshat. Muzlatgichniki. Tonnaga ham bor ekan. Xo'sh, boyka 11,5 bo'lyapti Namangan olmasi. Kelinglar Samarqand qarshi quruq yangi bozorga. Mana busi 7000 deyaptilar, 7000 so'm. Boyka. Iftorlikka kelinglar. Xo'sh, katta anor 1 kilosi 20,000 so'm aytilishi. Kelinglar. Katta advornisi. Xo'sh, uzun Qashqadaryo kitob 1 kilosi bo'lishi 8,000. 8,000 so'm kelaveramiz. Mana kelinglar, mana shu mashin. Ular passiyani sotadilar, uzunni 8,000 ekan. Yaxshi. Xo'sh, Pinkleri 9,000 aytilishi mana kattalarini o'rtada mana uni ko'ryapsiz. 9,000 so'm. Maydasi 7,000 so'm bo'lishi. Maydarog'i 7,000. Muzlatgichniki kelaveringlar. Samarqand qarshi quruq yangi bozorga. 9,000 so'm. Xo'sh, toyfi muzlatgichniki 8,000 so'm. Xo'sh, Husayni muzlatgichniki 10,000 so'm mana. Kelinglar. Farg'ona be? Farg'ona kelinglar. Samarqand qarshi quruq yangi bozorga. Chaqin. Xo'sh, kivi 2 qatorligi 1 kilosi 20,000 so'm. 1 qatorligi 28,000 so'm. Yaqsa 5 mitada? Mandarin 1 kilosi 24,000 so'm. Mana bu 16,000 so'm. 10 kilo bor, 160 deyaptilar. Kelinglar Samarqand qarshi quruq yangi bozor. Xo'sh, apelsin 1 kilosi 10,000 so'm. Kelinglar Samarqand qarshi quruq yangi bozor. 10,000 so'm 1 kilosi. Xo'sh, Eronning, Pokistonning mandarini 1 kilosi 14,5 so'm. Kelinglar. Xo'sh, mana shu olma Afg'onmi-chi? Eron olmasi mana shu ko'rib turganingiz 11,000 so'm. Tirsillaydi yana. Xo'sh, Eronning olmasi Golden 1 kilosi 15,000 so'm. 15,000. Xo'sh, qizili 14,000 so'm 1 kilosi. 14,000 dan kelinglar Samarqand qarshi quruq yangi bozor. Xo'sh, mandarin 1 kilosi 15,000 so'm. Pokiston ekan. Kelaverasizlar. Anor afg'onniki 10 kilo 50,000 so'm. Hisobga dahshat. Shu ko'rib turganingiz. Mana shu 1 kilosi 5,000 so'm. Kelinglar. 1 kilosi 5,000 so'mdan. Hisobga zo'r. 5,000 so'm. Samarqand qarshi quruq yangi bozor kelinglar. 5,000 so'mdan kilo anor olasizlar. Xo'sh, mana shu pomidor ko'rib turganingiz Turkmanniki 1 kilosi 24,000 so'm. 24,000 so'm. Samarqand qarshi quruq yangi bozorga kelinglar. 24,000 ga mana tushdi. Xo'sh, pomidor Eronniki, Turkman, ha? Turkman pomidor 1 kilosi 26,000 so'm. Ha. Xo'sh, mana shu gala 1 kilosi 20,000. Samarqand qarshi quruq yangi bozorga kelinglar. Soat ertalab 7 dan kechqurun 7 gacha bozor. Dam oladigan kuni yo'q. Xo'sh, Turkman pomidor 1 kilosi 27,000 so'm. Aytilishi, yana kelishasizlar kelib. Mana shu markada. Samarqand qarshi quruq yangi bozor kelinglar.
Xo'sh, galla Buxoroniki 1 kilosi 18 ming so'm aytilishi, yana kelishasizlar. Samarqand, Qarshiquruq, Yangi bozor kelinglar, chaqon. Xo'sh, mesni pomidor. Men ko'rib turganingiz Samarqandniki bo'lishi 28 ming so'm 1 kilosi. O'zimizniki Samarqand. Samarqand, Qarshiquruq, Yangi bozorga kelinglar. Xo'sh, galla Buxoroniki 1 kilosi 18 ming so'm. 1 kilosi 18 ming so'mdan. Aytilishi, yana kelishasizlar. Yana kelishasizlar. Turkmanmi? Turkman pomidor. Mana shu ko'rib turganingiz qip-qizil ekan-a. Xo'sh, 1 kilosi bo'lishi 26 ming deyaptilar. Qolab turibdilar. 25 ming ber deb 26 ming bo'lish. Xo'sh, Turkman pomidori ko'rib turganingiz 1 kilosi 25 ming so'm. Samarqand, Qarshiquruq, Yangi bozor kelinglar. Xo'sh, akalar mana Samarqand, Qarshiquruq, Yangi bozor. Xo'sh, 1800 so'm aytilishi. Mana shu yerda kelaveramiz. Mana shu yerga to'kilgan, qo'ygan. Xo'sh, ay Farmon aka. Kelaveramiz Samarqand, Qarshiquruq, Yangi bozorga. Sog' bo'linglar. Shu qizil lavlavu 3,5 ming so'm. Turf. Bu 1200 so'm bo'lishi. Qizil shalg'am nech pul ekan? Nech pul? 1200 so'm ekan. Sariq yo'q-a? Sarig'i yo'q. Xo'sh, mana shu qizil shalg'om 2,5 ming so'm 1 kilosi ekan. Mana akalar, qizil sabzi Samarqand, Yangi bozor, Qarshiquruqqa keldik. Mana shu nomerga kelaverasizlar. Nech pul aka bo'lishi? 1600 so'm akamiz aytayapti. Sho'rboga dahshat. Go'sht solmasangiz ham bo'ladi-da, biqir-biqir. Ko'rasizlarmi? Bu muzlatgichniki emas, dalaniki-a? Dalaniki. Kelaveramiz akalar. Sog' bo'linglar, salom. Likni unutmanglar, jigarlar. Yetti yaradi. Xo'sh, mana sabzi bo'lishi nech pul aka? Samarqand Optum bozori 1,5 ming so'm bo'lishi. Samarqand, Qarshiquruq Optum bozorga kelaverasiz sana. 70 dehqon akamizni olib kelgan. Bu yangi xaladennikniki, muzlatgichniki emas. Hali bor. Qo'ylardan hali. Kelaverasizlar. 1,5 ming so'm sabzi. 2026-yil 2-mart kuni video qilyapman. Sog' bo'linglar, like, podpiskani unutmanglar. Xo'sh, akalar, mana yuvilgan sabzi, sariq, qizil. Xo'sh, 1 kilosi tushadi 2250 so'm. Sariq ham shunday, qizil ham shunday, yuvilgan chop toza. Kelinglar, Samarqand, Yangi bozor, Qarshiquruqqa bo'lsinlar. Arzon bo'lgan. Xo'sh, akalar, sabzi hali ham 1,5 so'm 1 kilosi. Samarqand, Qarshiquruq, Yangi bozorga kelaveramiz. Dehqon akamiz olib kelgan. İçiga ham mashina sal maydarog'i ham bor. Ko'ryapsizlar-a? Uncha mayda ne, sretni. Samarqand, Yangi bozor, Qarshiquruq bo'lishi 1,5 ming so'm. Akalar, mana shu sabzi Samarqand, Qarshiquruq, Yangi bozor keldik. Mana o'rtacha mana bunday sabzilar mana ko'rib turganingiz 1 kilosi 1300 so'mdan. Qashqadaryo. Koson aka? Nishon ekan. Kelaveramiz Samarqand, Qarshiquruq, Yangi bozorga 1300 so'm. Xo'sh, ana shu pomidor 1 kilosi 30 ming so'm, mana bu maydarog'i 28 ming so'm. Buxoroniki. Kelinglar. Samarqand, Qarshiquruq, Yangi bozor. Xo'sh, mana bu afg'onni olmasi 9,5 ming so'm 1 kilosi. Kelinglar, mana shu 75 ming. Kelinglar, mana shunda olib ketyapti. 9,5 mana. Bizlarga kelinglar. Samarqand, Qarshiquruq, Yangi bozor. Xo'sh, yoz. Bir qopi 15 ming so'm, 1 kilosi 500 so'm. Kelinglar, Samarqand, Qarshiquruq, Yangi bozor. Buni ichini adborni qilgan, hozir qilgan. Ko'rib turganingiz, ko'ryapsiz, bironta neshi yo'q. Sifatli.
500 so'm 1 kilosi. Xo'sh, qizil nech pul dedingiz? 7000 deyaptilar. 1 kilosi 7000. Ha, galachi, gala, ha? 6,5 ming so'm. Gala 6,5 ming so'mga 7000 so'm. Urug'lik tayyor. Samarqand Qashqadaryo yangi bozor kelinglar. Xo'sh, gala urug'lik degan insonlarga mana bu gala bo'ladi, ichi sariq bo'ladi. Sizga kartoshka bo'ladi. 1 kilosi 6000 dedingizmi? Nech pul dedingiz? 6000 so'm 1 kilosi. Qizili 7000 mi? Labella. Kelinglar. Xo'sh, mana Pokiston kartoshka, oq kartoshka ko'rib turganingiz, mana mashina bilan kelgan. 1 kilosi 7000 aytilishi, yana kelishasizlar. Pokiston qizil kartoshka 8000 aytilishi. Kelishasizlar. Kelinglar, Samarqand Qashqadaryo yangi bozor. Xo'sh, Pokiston kartoshka, oq kartoshka ko'rib turganingiz 1 kilosi 7000 so'm. Mana kelaverasizlar. Sap-sariq qop 7000 so'm. Mana shuni piyozni bir qopi nech pul oldingiz, opa? Bir qopini 6000 dan olganlar. Karamni nech pul oldingiz? Karam 1200. Yashang, olgan narsani ko'rsatyapman. Kartoshka nech pul oldingiz? 5600. 5600 so'm. Yashanglar. Kelinglar, piyoz bir qopi 6000 so'm. Mana shu ko'rib turganingiz. Samarqand Eko bozorga, yangi bozorga kelinglar, chopib. Xo'sh, oq kartoshka rossiyskiy gala. Gala ko'ryapsiz, sariq. 1 kilosi 5000. Ha, qizil 5600 so'm. Kelinglar. Samarqand Eko yangi bozor, qarshi klub, kelinglar. Xo'sh, mana mesni o'zimizdagi kartoshka 7000 so'm. Nech pul dedik? 5,5 ming so'm. Kelinglar. Samarqand qarshi klub yangi bozorga. Xo'sh, akalar, mana bu karam Surxondaryo Dinovniki 1 kilosi 1200 so'm. Kelinglar, Samarqand qarshi klub Eko bozor. Xo'sh, karam akalar Surxondaryo Dinov 1 kilosi 1200 so'm deyapti. Bo'lishi tarziga. Quvamda optim olsangiz 1200 so'm beradi. 1 kilo, bitta dona, ikkita donaga sal nimaroq. Dehqon, mayli. Qo'yinglar, kelinglar mana. Xo'sh, akalar, mana kelinglar. Karam 1200 so'm. 1 kilosi. Surxondaryo Dinova. Kelinglar. Ko'ryapsizlar, mana piyoz narxi tushdi. Allohga shukr. Sabzi narxi tushgan, mana karam narxi tushgan. İftorlikka. Olib kelinglar. Samarqand yangi bozor qarshi klub. Cho'p kelinglar. 1 kilosi 1200 so'm. Ayt o'zing. Nech pul? 1 kilosi 1200 so'mdan. Ko'proq o'yinga yana kelishib beraveramiz. Yasha, ana, pulli. Mana yangi karam chiqqan, mana galupsi desa do'lma. Yangi karam salatlar deysizlar, 1 kilosi 4000 ekan. 4000 so'm akalar, 4000 so'm. Bu yangi karam. Kelinglar. Samarqand qarshi klub yangi bozor. Qizil karam nech pul ekan? 1 kilosi 2000 so'mdan ekan. Bu ham dahshatda bu. Salat qilib yesangiz iftorlikka. Xo'sh, mana brokoli 1 kilosi 7000 so'm. Kelinglar. 1 kilosi 7000 dan. Xo'sh, yangi karam sveji, bilasizlar, do'lmaga, salatlarga bu yangisi 1 kilosi 4000 so'mdan. Samarqand qarshi klub yangi bozor, kelinglar, cho'p. 4000 so'm, mana qaranglar. Yumshoq. Xo'sh, gul karam 1-sort, olinav emas, 1-sort, 1 kilosi 4000 dan. Mana ko'rib turganingiz 4000 so'm. Kelinglar, Samarqand qarshi klub yangi bozor. Xo'sh, akalar, mana qovoqlar, osh qovoqlar 5000 so'm. Mana bunisi ko'rayotganingiz 6000 so'm. Koreyskisi 7000 so'm. 5000, 6000, 7000 so'm. Samarqand qarshi klub yangi bozor, kelinglar ana. Mana shu yerda. Hammasi shunaqa narxlar.
Sog' bo'linglar, like, podpiskani unutmanglar. Xo'sh, qizil karam bilasizlar, jigarga eng foydasi zo'r karam bu qizil karam. Yuvadi jigarni. O'tni haydaydi, akalar. Kelaverasizlar. 1 kilosi 1700 so'm. Ertaga yana keladi. Akalar. Xorazm buxoroliklar kelinglar. Mana shu nomerga qarab kelinglar faqat. Bu qanaqa mashina Isuzu ya? Faton ekan. Kelinglar. 1700 so'm. Cho'p. Sog' bo'linglar, salom. Like-ni unutmanglar. Xo'sh, koreyskiy karam. 1 kilosi bo'lishi necha pul aka? 3000 so'm. Samarqand qarshi kurukka bering kelinglar. Yangi bozor. 3000 so'm mana 3000. Assalomu alaykum. Hurmatli podpischiklar, yaxshimi? Mana asalimizni dastavkani boshladik. Sizlarga bir ko'rsatay dedim. Mana toza asal. Ayrilmaydi. Quyon bo'lsa u ayriladi. Bundan. Ko'ryapsizlarmi? Bu tozasi uraman baribir bunday ayrilmaydi. Ko'ringlar. Yaqinroq keling. Toza asalimizni hozir dastavka qilyapman. Bu qizil miya, yantoq bor, paxta bor bizlarga. 2 yilligi bor. Bu 3 yillik asalimiz. Mana qarang. Yaqinroq keling mana. Agar mana shu toza asalimizga imbir, chesnok, limon qo'shib bunga toza asalimizga qo'shsa juda malham bo'ladi. Yurak qon tomirni, immunitetni juda kuchaytiradi. Agar bu asalimizga kurkuma qo'shsa infeksiyaga qarshi, agar bu asalimizga qora sedonaning yog'i qo'shsa immunitetni kuchaytiradi azizlar. Asalimizni dastavka qilyapmiz hozir Jonboyga. Dastavkamiz juda qimmat emas, 10 mingdan 30 minggacha Samarqand bo'ylab dastavka qilyapmiz o'zimiz. Olib boramiz inshaalloh asallarimizni. İnşallah sizlarga ma'qul bo'ladi. Sog' salomat bo'linglar. Bizlarni kuzatinglar. Xo'sh, do'stlar, mana Zomindan asalimiz yetib keldi. Mana bu yantoq, mana bu har xil gullardan olingan asalimiz. Mana bu 21 yilligi asalimiz. Bularni mana bu ikkovi narxi 120 ming. Xo'sh, assalomu alaykum, hurmatli podpischiklar, yaxshimisizlar? Ramazon oyi bilan charchamasdan yuribsizlarmi? Xo'sh, 1 kvadrat, xo'sh, Urgutga chuvalchang beryapmiz, azizlar. Hozir ko'rasizlar. Ko'ryapsizlarmi? Ichiga kirib ketadi-da darrov. Aziz birodarlar, biogomstimizni olib keldik. Mana o'sha mashin. Xo'sh, mana shu yerda issiqxona akamizniki. Mana qaranglar-da akalar. Bularniki 20 gradus sovuqqa gullar ana shunday o'sib turadi. Sovuqqa chidayamli. Ko'rasizlarmi, aziz birodarlar? Hozir sizlarga ko'rsataman shunday. Xudo xolasa martning boshiga gullari tayyor bo'ladi, sotuvga tayyor bo'ladi inshaalloh. Mana shunday azizlar. Hozir ichkarini bir ozgina ko'rsatamiz.